هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 137. ayetin başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 137. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. İman etgan, andın kafir bolgan. Andın iman etgan, andın kafir bolgan. Andın küfrüda ezveyligen. Yani şu küfrü bilen ölgen kişilerini Allah mağfiret kılmaydı ve ulanı doğru yolga, yani cennetki yeteklemeydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklığa bişaret bergin ki ula qattiq azapga duchar boludu. Ula mu'minlarni qo'yib kafirlarni do'studu. Ula kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. Alloh kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chig'inglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parang'a kirishmigicha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda cehennemge toplaydı. Münafıklarning ahvalları ve ularning akıbeti doğrusida. Allah Teala bu ayette iman etip andın onundan yenip algan, andın qaytı imanıga qaytgan ve onundan yeni yenip bilip, ölgüçe özünün azgınlıqıda davamlaşkan kişiye tövbe yoqlıqıdın, şundaqla Allah Teala'nın onu keçirmeydiganlıqıdın ve u yaşavatkan azgınlıqdan doğru yolga çıkılan bir çıkış yolu vermeydiganlıqıdan haber verdi. Yani şu küfür bilen ölgen kişilerini Allah mağfiret kılmaydı ve ulanı doğru yolga, yani cennetki yeteklemeydi. İbn Hatem, İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq İbn Abbas radiyallahu anhumanın Allah Teala'nın andın küfürde avzayligen degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular o'zlarining kufrligida o'lguchilik davomlashdi. Bu vaqtda Mujahidmi shundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, munofiqlar bisharat berginki ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni munofiqlar mushu sifatlik kishilardandir. Çünkü ular iman etip andın kafir bo'ldi. Şunun bilen ularning dilleri pechatlanib etildi. Allah Teala ular mu'minlarni qo'yib kafirlarni do'studu deb sifatladi. Yani ular haqiqatan kafirlarga do'stlikni yo'shirin yetkizdi ve kafirlar bilan birga bo'lsa, haqiqatan biz sizlar bilan birga biz iman etib qo'yib mu'minlarni mazoq qilamiz deydi. Allah Teala ularning kafirlarni do'st tutadiganligini ayblab mundaq deydi. Do'st tutganligini ayblab mundaq deydi. Ular kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. Allah Teala
bütün izzatning shirki yo'q bir Allohga va Alloh izzat ato qilgan kishilarga xos ekanligini bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'alabaning Allohning dushmanlariga emas, do'stlarga mansub ekanligini bilmaydi. Buningdagi maqsad izzatni Allohning tarafidan izlashga, amal ibodat qilishga, yuzlanishga va dunyo oxiratda g'alabaga erishadigan mu'min bandalarning sepiga qo'shilishga rag'batlantirishdir. Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chaqinglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmigicha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxir qilib parang selishayotgan kishilarni ko'rganingda ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan birga o'ltirmagan. Muqotil ibn Hayyan mundaq dedi: Bu oyat Alloh taolaning bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar degan oyatining hukmini amaldan qoldirdi. Chunki bu oyatning oyig'ida Alloh taolaning taqvodorlarga Qur'onni masxir qilguvchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin taqvodorlar ularga va'z nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni masxir qilishdan saqlanishlari mumkin degan so'zi bo'lganligi uchundir. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ya'ni munofiqlar kofirlarga kufrlikda shiriklashgandek Alloh taolo ularni jahannamning o'tidimi mangu shirik qiladi va ularni do'zaxdagi har xil azoblarda va do'zaxga kirganlar yeydigan va ichadigan har xil yemek içmeklarda o'xshash qiladi. Ular, ya'ni munofiqlar, sizlarga hodisa kelishni kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kafirlardan olgan g'animatlardan bizga mi beringlar deydi. Agar kafirlar zafar topsa, ular kafirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib sizlarni o'ldirmadik emasmi? Sizlarni mu'minlardan saqlamadikmi deydi. Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqirdi. Allah kafirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Munofiqlarning musulmonlarga yomonlik kelishini umid qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarning mu'minlarga yomonlik kelishini umid qildiganligidan xabar berdi. Ya'ni ular musulmonlar davlatining yo'qolishini, kofirlarning g'alaba qilishini va musulmonlarning tugab ketishini umid qildi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga mi beringlar deydi. Ya'ni ey munofiqlar, Alloh taolo dilinglardagi yomonlikni biladi. Bir hikmatning sababidan sizlarning tashqi ko'rinishinglarga qarab musulmonlarga qilingan muomala qilganinglarga aldanib ketmanglar. Dunyodagi bu ko'rinishinglar qiyomat kuni hech qanday foyda olib kelmaydi. Balki qiyomat kuni barliq sirlar oshkor qilinib, shu bo'yicha hukm qilindi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ldirmadik emasmi?
sizlarni mu'minlardan saqlamadıqmi deydi. Ya'ni Uhud kuniga o'xshash Alloh taolo sinash uchun ba'zi vaqtlarda g'alabini mu'minlarga tavba qilmaydi. Chunki payg'ambarlar mushundaq ishlar bilan sinildi. Lekin oxirgi g'alaba ularga bo'ladi. Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqirdi. Allah kafirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Abdurrazzaq Yasai Kindining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi Ali radhiyallohu anhuning qishig'i kelib, bu oyatning ma'nosi haqida so'raydi. Ali mundaq deydi: "U kishini menga yaqin qilinglar. U kishini menga yaqin qilinglar." Bu oyatning ma'nosi mundaq: Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqirdi. Allah kafirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Ya'ni Ali radhiyallohu anhuning demakchi bo'lg'ini bu qiyomat kuni demakchidir. Shuningdek Ibn Jurayj Ata Xurasoniydan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah kafirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Bu qiyomat kunidir. Hamda Suddi Abu Malik Ashja'ining u qiyomat kunida deganligini rivoyat qildi. Suddi mundaq dedi: yo'l bermaydi, ya'ni pokit qilmaydi. Alloh taolaning Allah kafirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi degan oyatining ma'nosi faqat qiyomat kunida ko'z tutilgan bo'lmasdan, balki dunyodami bo'lishi mumkin. Ya'ni kafirlar mu'minlarni butunlay yo'q qilib darajada g'olib kelmaydi. Kafirlar ba'zi vaqtlarda ba'zi kishilar ustidan g'alaba qilgan bo'lsa-mu, dunyo oxiratning oxirgi g'alabasi yaxshi taqvodor kishilarning bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shak shubhisizki biz payg'ambarimizga mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amrlariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Shuning asosan bu oyat munofiqlar mu'minlarning davlatining yo'q bo'lib ketishini orzu qilgandek, agar kafirlar mu'minlarning ustidan g'alaba qilib ularni butunlay yo'q deb qolsa, munofiqlar o'zlarining oqibatidan ansirab oldin Allah kafirlarga yordam berganligiga berilgan qattiq raddiyadir. Alloh taolo bu vaqtda ya'ni munofiqlar o'zlaridan andish qilib kafirlarga yordam berdiganligi to'g'risida mundaq deydi: dillarida kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zaman o'zgarib kafirlar zafar topsa, o'zimizga bir balokatchilik kelishidan qo'rqmaymiz deb ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsan. Allah Rasulullohga, musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fatih qilishni ato qildi. Yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi-da, ko'nglida yoshurg'ini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekdi. Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishdi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo berdi. Ular namoz uchun turganda xo'sh yoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi, ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozgina yod etdi. Munofiqlar kufr bilan iymon orasida arisaldi bo'lib turdi. Ne ularga, ne bularga mansub emas, ya'ni mu'minlarga mu kafirlarga mansub emas. Kimni Allah gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Munofiqlarning Alloh taolani aldamoqchi bo'lganligi
namazga sustluk qilishi va mu'minlar bilan kofirlarning oralig'ida arisaldi bo'lishi to'g'risida. Sura Baqaraning 5-da Alloh taolaning ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi, haqiqatan ular tuymasdan o'zlarini aldaydi degan oyatning ma'nosi ustida to'xtalib o'tgan edik. Alloh taolo bu yerda mundaq deydi: shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Haqiqatan Alloh taolo aldanmaydi. Chunki Allah barliq yo'shirin ishlarni va dillardagi barliq o'ylarni bilguchidir. Lekin munofiqlar nadonligi, bilimsizligi va aqlsizligidan ularning ishi kishilarga oshkorlanmay qolgandek, ya'ni munofiqligi kishilarning orasida chanmay qolgandek, ham ularga tashqi sifatiga qarab shariatning hukmi ijro qilingandek, ular garchi haqiqiy musulmon bo'lmasa-mu, hukmda musulmonlarga o'xshash hukm qilingandek, qiyomat kunimi Allohning dargohida ularning hukmi musulmonlardek bo'lishni va ularning munofiqligi Allohning dargohidami chanmay qilishi mumkinligini xomxayol qilishidir. Qiyomat kuni ular Alloh taolaga o'zlarining to'g'ri yo'lda bo'lganligidan qasam ichidi va ichgan qasamimiz bizga foyda yetkazadi deb gumon qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: u kunda Alloh o'lganlarning hammasini terildirdi. Ular dunyodagi chaqlarida biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichidi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Agah bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ya'ni Alloh taolo tadrijiy holda ularni o'zlarining ozg'inliklariga pattirdi va ularning dunyoda haqiqatga yetishishi uchun yordam bermaydi. Haqiqatga yetish uchun yordam bermaydi. Qiyomat kuni ham shunday qiladi. Qiyomat kuni to'g'riliq Alloh taolo mundaq deydi: u kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga: bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan ozroq olayli deydi. Ularga masxira yuzsidan orqanglarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozasining ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mu'minlarni: biz sizlar bilan billa emasmidik deb to'g'laydi. Mu'minlar: shunda lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan billa bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mu'minlarga baloy ofatlar kelishini kutdinglar. İslam dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq orzular sizlarni oldidi. Toki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning afu qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldidi deydi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya elinmaydi. Joyinglar do'zaxdir, do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy? Sahih hadisda mundaq deb keldi: kimki qilgan yaxshi ishlarini kishilarga anglitishni niyat qilsa, Alloh uni kishilarga anglitadi. Kimki qilgan yaxshi ishlarini kishilarga ko'rsatishni niyat qilsa, Alloh taolo uni kishilarga ko'rsatadi. Ular namoz uchun turganda xo'sh yoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Bu ularning amal ibodatining eng ulug'i va eng yaxshisi bo'lgan namozda qiladigan qiliqidir. Ya'ni ular namoz o'qish uchun turganda xo'sh yoqmagan va qiziqmagan holatda turdi. Chunki ularning namoz o'qish niyati namoz orqali iymonni kuchlantirish maqsadi va ularda namozda bo'ladigan qo'rqinch, ayminishlar yo'qdir. Shundaqla ular namozning nimaligini o'ylay olmaydi. Bu ularning sirtqi ko'rinishidir. Qiyomat kuni Alloh taolo
Andın Allah Teala ularning qalbidagi nachar sifatlarini bayon qilib mundaq deydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Ya'ni ularda faqat ixlos va Alloh Teala bilan aloqa bog'lash yo'q. Balki ular o'qigan namozlarini kishilarga ko'rsatish uchunla o'qiydi. Shunga ular ko'pincha holatda fajr va isha namoziga o'xshash kishilar ko'rmaydigan fajr ham isha namoziga o'xshash kishilar ko'rmaydigan namozlarda jamoatga chiqmaydi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Munofiqlarga eng ig'ir tuyuladigan namoz isha namozi bilan fajr namozidir. Agar ular u ikki namozning savobini bilsa, albatta uning o'milab bo'lsa-mu keladi. Men haqiqatan bir kishini namozga takbir tushirishga, bir kishilarga namoz o'qib berishga buyruq qo'yib, bir turkum kishilarga o'tin ko'tartib, ularni namozga kelmagan kishilarning uylariga ilib berib, ularning uylarini o't qo'yib ko'ydirib atsam deyman. Yana bir rivoyatda mundaq deb bayon qilingan: Mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar namozga kelmaydiganlarning biri semiz go'sht yoki 2 dona chiroyli o'qiyaga erishadiganligini bilsa edi, albatta namozga keladi. Agar uylarda ayollar va kichik bolalar bo'lmaydigan bo'lsa, albatta jamoat bilan namozga kelmaganlarning uylarini o't qo'yib ko'ydirib etadi. Allohni faqat ozgina yod etadi. Ya'ni ular namozlarida qo'rqinish bilan turmaydi. Namozda qaysi oyatni o'qiganligini bilmaydi. Ular namozlarda g'aflat bilan turg'uchidir. Namozdan erishadigan yaxshiliklardan quruq qolguchidir. Imom Malik Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Ayni shu munofiqning namozidir. Ayni shu munofiqning namozidir. Ayni shu munofiqning namozidir. U kunni saqlab o'ltirdi. Kun shaytonning 2 mungizining orliqida bo'lganda, ya'ni kun kirib ketay deganda qo'pib 4ni cho'qiydi. Ya'ni to'g'dan cho'qigandek 4 rakat namoz o'qiydi. U namozda Alloh taolani ozgina zikr qiladi. Munofiqlar kufr bilan iymon orasida orasoldi bo'lib turdi. Ne ularga, ne bularga mansub emas. Ya'ni mu'minlarga mu kafirlarga mansub emas. Ya'ni munofiqlar iymon bilan kufrlikning oraliqida orasoldi bo'lguchilardir. Ular mu'minlar bilan mu iç qo'yin, tosh qo'yin emas, kafirlar bilan mu iç qo'yin, tosh qo'yin emas. Balki ular sirtqi ko'rinishda mu'minlar bilan, amaliyotida kafirlar bilan birlidir. Ularning orasida shaklinib yashaydiganlarmi bor? Bular gahi musulmonlar tarafidan tursa, gahi kafirlar tarafida turdi. Ular Alloh taolo bu oyatda bayon qilgan kishilarga o'xshashdir. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Ibn Jarir Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Munofiq birdam buning qishig'a keladi ekan, birdam uning qishig'a boradi ekan. U ikkisining qaysisiga ergishishni bilmaydi ekan. 2 padining oraliqida qatirab yuradigan qo'yga o'xshashdir. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatkichi do'stni hargiz topolmaysan. Alloh ozdirgan kishini hidoyat qilguchi bo'lmaydi. Alloh
nijotlik yo'lidan ozdirib o'tgan munofiqlarni to'g'ri yo'lga boshlag'uchi va ularni azobdan qutqazg'uchi yo'qdir. Alhamdulillah, Alloh şükürler bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 143-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.